Agar oilangizda taqini yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, bugungi ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki gap oddiy maslahat haqida emas, balki har oy pensiyaga qo'shib to'lanishi mumkin bo'lgan qo'shimcha pul haqida ketmoqda. Ayrim pensionerlar bu qo'shimcha to'lovdan foydalanmoqda, ayrimlari esa umuman xabarsiz yuribdi. Eng achinarlisi, ba'zi oilalar pensiya shuncha ekandi deb yuradi. Aslida esa taqazim yoshdan oshgan fuqaro uchun qonunchilikda qo'shimcha imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Men bugun sizga taqazim yoshdan oshgan pensionerlarga 507 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasini oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Kimga tegishli, kimga tegishli emas, qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlar kerak bo'ladi, nimalarga aldanmaslik kerak, hammasini birma-bir aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha eng kerak paytda odamning ko'ziga tashlanmay qoladi. Avvalo vaziyatni tushunib olaylik. Pensionerlar orasida samimiy yoshdan oshganlar alohida e'tiborga muhtoj toifa hisoblanadi. Nega? Chunki bu yoshda odamning sog'lig'i, parvarishga ehtiyoji, dori-darmon xarajatlari, harakatlanish imkoniyati, yolg'iz yashash xavfi va kundalik yordamga bo'lgan talabi keskin ortadi. Ya'ni 65 yoshdagi pensioner bilan taqvim 2 yoki 90 yoshdagi pensionerning ehtiyoji bir xil emas. Oldin ko'pchilik bunday qo'shimcha to'lovlar haqida faqat eshitardi, lekin aniq bilmasdi. Kimdir aqami yoshdan oshsa pensiyasi avtomatik oshadi derdi. Kimdir faqat nogironligi bo'lsa beriladi derdi. Yana kimdir faqat yolg'iz keksalarga tegishli deb o'ylardi. Shu sababli odamlar pensiya jamg'armasiga yoki mahalla mas'ullariga vaqtida murojaat qilmay, imkoniyatni o'tkazib yuborishi mumkin. Hozir esa eng muhim jihat shuki, aqami yoshdan oshgan pensionerlar uchun belgilangan ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki kompensatsiyalar masalasini alohida tekshirish zarur. Bu yerda hamma ta'minot yoshdan oshganlarga bir xil 507 ming so'm qo'shib beriladi deb soddalashtirib yuborish noto'g'ri bo'ladi. Chunki to'lov turi pensionerning maqomi, oladigan pensiya turi, parvarishga muhtojligi, nogironlik holati, yashash sharoiti boshqa to'lovlardan foydalanish kabi omillar ta'sir qilishi mumkin. Lekin amaliyotda ayrim holatlarda qo'shimcha to'lov miqdori 70 ming so'mgacha yetishi mumkinligi odamlar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Men shuni alohida ta'kidlayman. Har bir pensionerning holati alohida ko'rib chiqiladi. Sizning vazifangiz menga baribir berishmaydi deb o'tirish emas, balki o'z huquqingizni tekshirtirishdir. Birinchi bilish kerak bo'lgan narsa, taqvim yoshdan oshishning o'zi muhim huquqiy holat. Chunki davlat keksalikning bunday bosqichida qo'shimcha ijtimoiy himoya choralarini qo'llashi mumkin. Bu pensiya ustamasi parvarish bilan bog'liq to'lov, ijtimoiy yordam yoki boshqa kompensatsiya shaklida bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi taqvim 2 yoshli otaxon yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi deylik 1 million 400 ming so'm. Farzandlari boshqa viloyatda yashaydi. Otaxon ko'p hollarda qo'shnilar yordami bilan poliklinikaga boradi. Oila otamiz pensiya oladi, demak boshqa narsa yo'q deb o'ylaydi. Lekin otaxon tekdun yoshdan oshgani, sog'lig'i yomonlashgani va doimiy yordamga muhtojligi sababli mahalla va ijtimoiy xizmatlar orqali uning holati qayta baholanishi mumkin. Ana shunda unga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lov yoki yordam aniqlanishi ehtimoli bor. Ikkinchi vaziyat. 85 yoshli onaxon nogironlik pensiyasi oladi. U avvaldan nogironlik bo'yicha ma'lum imtiyozlardan foydalanadi. Oila esa nogironlik pensiyasi bor-ku, taqasin yosh uchun alohida qo'shimcha berilmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda to'lovlar bir-birini inkor qilishi mumkin. Ayrim holatlarda esa qo'shimcha ravishda qo'llanishi mumkin. Shu sababli aynan qaysi to'lov olayotgani, qaysi qonunchilik asosida tayinlangani va unga yana qaysi ustama tegishli bo'lishi mumkinligini pensiya jamg'armasidan yozma yoki elektron tarzda tekshirtirish kerak. Uchinchi vaziyat. Qashqadaryoda yashovchi vaqtin yoshga to'lgan pensioner ayolning pensiyasi nisbatan kam. Tug'ilgan sanasi bo'yicha u vaqtim yoshga to'lgan, lekin pensiyasi o'sha qolgan. Farzandi agar berilsa, o'zlari qo'shib yuborishardi deb o'ylaydi. Bu eng keng tarqalgan xato. Ayrim to'lovlar avtomatik hisoblanishi mumkin. Lekin bazalarda ma'lumot xatosi, hujjatdagi tafovut, pensiya turi bo'yicha alohida tartib. Ro'yxatga olishdagi muammo bo'lsa, to'lov kechikishi yoki umuman ko'rinmay qolishi mumkin. Shuning uchun taqvim yoshga to'lgan sanadan keyin kamida bir marta pensiya bo'limiga murojaat qilib
Mening holatimda taggun yoshdan oshganlar uchun qo'shimcha to'lov yoki ustama bormi deb so'rash shart. 4-vaziyat. 9 yoshli pensioner farzandlari bilan birga yashaydi. Ko'pchilik farzandlari bor. Demak, unga hech narsa berilmaydi deb o'ylaydi. Bu ham har doim to'g'ri emas. Ayrim ijtimoiy yordam turlarida yolg'izlik mezoni muhim bo'lishi mumkin. Lekin pensiya ustamasi yoki yosh bilan bog'liq ayrim qo'shimcha hisob-kitoblarda farzandining bor yo'qligi hal qiluvchi omil bo'lmasligi mumkin. Demak, farzandlari bilan yashashi avtomatik ravishda barcha huquqlardan mahrum qiladi deb o'ylamaslik kerak. 5-vaziyat. Pensioner bank kartasiga pul oladi. Har oy karta orqali bir xil miqdor tushadi. Oiladagilar chekni tekshirmaydi, pensiya varaqasini so'ramaydi. Keyin ma'lum bo'ladiki, qo'shimcha hisoblangan. Lekin boshqa qarzdorlik ushlab qolish yoki bankdagi texnik masala sababli oila real tushum bilan hisoblangan summani farqlamagan. Shuning uchun men doim aytaman, faqat kartaga tushgan pulga qarab xulosa chiqarmang. Pensiya hisob-kitobi bo'yicha rasmiy ma'lumot oling. Unda asosiy pensiya ustamalar, kompensatsiyalar, ushlab qolishlar alohida ko'rsatilishi kerak. Behis 80 so'mgacha deganda nimani tushunish kerak? Bu ibora odamlarni eng ko'p chalg'itadigan joy. Gacha degani hamma uchun aniq 5-70 so'm degani emas. Bu maksimal yoki muayyan sharoitlarda yetish mumkin bo'lgan miqdorni anglatishi mumkin. Masalan, bir pensionerda faqat yosh bilan bog'liq ustama bo'lishi mumkin. Boshqasida nogironlik, parvarish, ijtimoiy yordam yoki boshqa asoslar qo'shilganda umumiy qo'shimcha ko'proq chiqishi mumkin. Yana birida esa umuman boshqa tartib amal qiladi. Kimlar albatta tekshirtirish kerak? Birinchidan, tekin yoshga yangi to'lgan pensionerlar. Ikkinchidan, tekin yoshdan oshgan, lekin pensiyasida so'nggi vaqtda o'zgarish bo'lmaganlar. Uchinchidan, yolg'iz yashaydigan yoki doimiy parvarishga muhtoj keksalar. To'rtinchidan, nogironligi bor taqin yoshdan oshgan pensionerlar. Beshinchidan, pensiya turi o'zgargan. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasidan yoshga doir pensiyaga o'tgan yoki aksincha holatlar bo'lgan shaxslar. 6-dan, hujjatlarda tug'ilgan sana. Ism, familiya yoki pasport ma'lumotlarida eski va yangi yozuvlar farq qiladigan pensionerlar. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar pensioner taqim yoshdan oshgan bo'lsa, pensiya bo'limidan yaqinda rasmiy ma'lumot olgan bo'lsa, barcha ustamalar hisoblangan bo'lsa, mahalla orqali ijtimoiy holat tekshirilgan bo'lsa va pensiya varaqasida qo'shimcha to'lovlar aniq ko'rsatilgan bo'lsa, unda vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin baribir yilga kamida bir marta tekshiruv zarar qilmaydi. Chunki qonunchilik bazaviy miqdorlar, nafaqa va pensiya miqdorlari o'zgarib turadi. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Qo'shimcha to'lov pensiyaning o'zidan farq qilishi mumkin. Odamlar pensiyam oshmadi, demak hech narsa yo'q deydi. Aslida ayrim to'lovlar alohida band sifatida ko'rsatiladi. Masalan, asosiy pensiya bir miqdor, ustama boshqa miqdor, kompensatsiya yana boshqa miqdor bo'lishi mumkin. Bank SMS xabarnomasida esa bularning hammasi bitta summa bo'lib ko'rinadi. Ikkinchi nozik jihat, texbin yoshga to'lgan sana muhim. Pensioner texbin yoshga 15 mart kuni to'lgan bo'lsa, to'lov qaysi oydan hisoblanish tartibga bog'liq bo'ladi. Ba'zi holatda keyingi oydan, ba'zi holatda murojaat qilingan kundan, ba'zi holatda huquq paydo bo'lgan sanadan hisoblanishi mumkin. Shuning uchun onam daqqamanga o'tgan yili to'lgan, endi borsa kech bo'ldimi degan savolga javob: borib tekshirtirish kech emas. Lekin kechgan davr uchun qayta hisob-kitob qilinadimi yoki yo'qmi? Bu aniq to'lov turi va hujjatlariga qarab belgilanadi. 3-nozik jihat, ro'yxatda turgan manzil bilan real yashash joyi mos kelmasligi. Masalan, pensioner Farg'onada ro'yxatda, lekin qizi bilan Toshkentda yashaydi. Bunday holatda qaysi tuman pensiya bo'limi, qaysi mahalla, qaysi ijtimoiy xizmat mas'ul bo'lishi borasida chalkashlik chiqishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin pensionerning doimiy ro'yxati, vaqtincha yashash joyi va pensiya qayerdan to'lanayotganini aniqlab oling. 4-nozik jihat, hujjatlardagi xatolar. Eski pasportda tug'ilgan sana boshqacha, yangi ID kartada boshqacha. Pensiya hujjatlarida familiya bir harf bilan farq qiladi. Bunday mayda ko'ringan xatolar avtomatik hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa, 70 yoshga to'lish sanasi bazada noto'g'ri ko'rinsa. Tizim qo'shimcha to'lovni belgilamasligi ehtimoli bor. Shuning uchun hujjatlarni tekshirganda faqat ismga emas, tug'ilgan sana, JSHR, pasport seriyasi, ro'yxat manzili, pensiya turi va to'lov sanalariga ham qarang. 5-nozik jihat,
bir nechta imtiyoz bir vaqtning o'zida qo'llanganda tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, 8 yoshdan oshgan pensioner urush qatnashchisi, mehnat faxrisi, nogironligi bor shaxs yoki aloqa xizmatlari uchun pensiya oluvchi bo'lishi mumkin. Bunday holatda ba'zi ustamalar jamlanadi. Ba'zilari esa yuqoriroq miqdordagi bitta to'lov bilan almashtirilishi mumkin. Oddiy odam buni mustaqil hisoblab chiqishi qiyin. Shuning uchun qo'shnimga 5-7 ming qo'shilibdi. Menga nega 300 ming deb xulosa qilishdan oldin huquqiy asoslarni solishtirish kerak. 6-nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Qayerda pul va qo'shimcha to'lov haqida gap bo'lsa, o'sha yerda men hal qilib beraman. 507 mingni chiqarib beraman. Pensiyangizni oshirib beraman deydigan odamlar paydo bo'ladi. Hech qachon notanish odamga pasport nusxasi, bank karta raqami, SMS kod, plastik karta PIN kodi yoki ishonchnoma bermang. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar rasmiy idoralar orqali qonuniy tartibda tayinlanadi. Agar kimdir oldindan pul so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. 7-nozik jihat pensionerning o'zi bora olmasa, vakil orqali murojaat qilish masalasi. Fayxondi yoshdan oshgan odamning idoraga borishi har doim ham oson emas. Bunday holatda farzandi yoki yaqin qarindosh yordam berishi mumkin. Lekin ayrim amallar uchun ishonchnoma talab qilinishi ehtimoli bor. Ba'zi ma'lumotlarni olish uchun shaxsning roziligi kerak bo'ladi. Shuning uchun borishdan oldin telefon orqali yoki mahalla orqali qaysi hujjat kerakligini aniqlab olish foydali. 8-nozik jihat. Qo'shimcha to'lov tayinlangandan keyin ham nazorat kerak. Ba'zan bir oy to'lanadi, keyingi oy tushmaydi. Ba'zan qayta hisob-kitob bo'ladi. Ba'zan bank kartasi muddati tugaydi. Ba'zan pensionerning yashash manzili o'zgaradi. Shuning uchun oila a'zolari har oy tushumlarini tekshirib borsin. Ayniqsa 8 yoshdan oshgan ota-onalarimiz ko'pincha bolam bezovta bo'lma deb aytmaydi. Lekin ularning dori xarajatlari, qon bosimi dorilari, yurak dorilari, ko'z tomchilari, taglik, shifokor ko'rgi kabi xarajatlari bor. Har bir qo'shimcha so'm ularning hayot sifatiga ta'sir qiladi. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich yo'l yurib beraman. Birinchi qadam, pensionerning yoshi va hujjatlarini aniqlang. Pasport yoki ID kartadagi tug'ilgan sanani ko'ring. Agar pensioner daqiqadan yoshga to'lgan bo'lsa yoki yaqin oylar ichida to'lsa, bu masalani nazoratga oling. Tug'ilgan sani pensiya hujjatlaridagi sana bilan solishtiring. Ikkinchi qadam, oxirgi oylardagi pensiya tushumlarini tekshiring. Bank kartasiga tushgan SMS xabarlar, bank ilovasidagi kirimlar, naqd olinsa pochta yoki bank kvitansiyalari hammasini ko'rib chiqing. Qaysi oyda qancha tushganini yozib oling. Masalan, yanvarda 1 million mismaqda ming, fevralda 1 million mismaqda ming, martda 1 million mismaqda ming bo'lsa va pensioner fevralda maqtumi yoshga to'lgan bo'lsa, demak nega o'zgarish bo'lmaganini so'rashga asos bor. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq savol bering. Falonchi fuqaro 8 yoshdan oshgan. Uning pensiyasiga 8 yoshdan oshgan shaxslar uchun belgilangan qo'shimcha to'lov ustama yoki kompensatsiya hisoblanganmi? Agar hisoblanmagan bo'lsa, sababi nima? Qaysi hujjatlar kerak? Savolni umumiy bermang. Pensiyani oshirib bering desangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Aniq huquqiy holat bo'yicha so'rang. 4-qadam, mahallaga murojaat qiling. Ayniqsa pensioner yolg'iz yashasa, parvarishga muhtoj bo'lsa, uydan chiqishi qiyin bo'lsa, mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli yoki ijtimoiy xodim orqali holatni bildiring. Chunki ayrim ijtimoiy yordam turlari uchun pensionerning yashash sharoiti, yolg'izligi, daromadi, sog'lig'i va parvarish ehtiyoji o'rganilishi mumkin. 5-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekanini tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili haqidagi ma'lumot. Nogironlik bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari. Parvarishga muhtojlik bo'lsa tibbiy ma'lumotnoma, vakil murojaat qilsa ishonchnoma yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir hududda va har bir to'lov turida hujjat talabi farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan so'rab oling. 6-qadam, murojaatni yozma qoldiring. Og'zaki so'rash ham foydali, lekin yozma murojaat kuchliroq. Ariza yozganda quyidagicha mazmunda yozish mumkin. Men falonchi 80 yoshdan oshgan pensionerman. Mening pensiya ishim bo'yicha 80 yoshdan oshgan shaxslarga beriladigan qo'shimcha to'lovlar, ustamalar va kompensatsiyalar hisoblangan, hisoblanmaganini tekshirib berishingizni.
Agar huquqim mavjud bo'lsa, belgilangan tartibda tayinlab berishingizni so'rayman. Shu tarzda yozilsa, idora aniq tekshiruv o'tkazishi kerak bo'ladi. 7-qadam javobni saqlang. Agar sizga tegishli emas deyishsa, sababini so'rang. Qaysi qonun yoki tartibga asosan tegishli emas? Qaysi shart yetishmayapti? Masalan, yosh yetadi, lekin pensiya turi mos emasmi? Parvarish bo'yicha xulosa kerakmi? Boshqa to'lov olayotgani uchun qo'shilmayaptimi? Bularni bilmasangiz, keyingi qadamni ham bilmaysiz. 8-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Tuman bo'limidan tushunarli javob olmasangiz, viloyat boshqarmasiga, pensiya jamg'armasining yuqori organlariga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari orqali murojaat qilish mumkin. Murojaatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Pensionerning FIH tug'ilgan sanasi, pensiya turi, axizim yoshga to'lgan sana, oxirgi tushumlar, tuman bo'limining javobi va sizning talabingiz. 9-qadam, oilaviy nazorat daftarini yuriting. Bu juda oddiy, lekin foydali usul. Daftarga pensionerning pensiya miqdori, dorilar ro'yxati, shifokor qabul sanalari, murojaat qilingan idoralar, berilgan javoblar, tushgan to'lovlar yozib boriladi. Ayniqsa bir nechta farzand navbat bilan qarayotgan bo'lsa, bu tartib tushunmovchiliklarni kamaytiradi. 10-qadam, pensionerning roziligi va xotirjamligini unutmang. Ba'zan farzandlar yaxshi niyatda idora yuguradi, lekin ota-onasiga tushuntirmaydi. Keksalar esa meni qayergadir yozib yuborishadimi? Pensiyamni olib qo'yishadimi? Qarzdor qilib qo'yishadimi deb xavotir oladi. Ularga oddiy qilib tushuntiring. Biz faqat sizga tegishli qo'shimcha to'lov bor yo'qligini tekshiryapmiz. Hech kimga karta kodini bermaymiz. Hech qanday noqonuniy ish qilmaymiz. Real hayotda bu qo'shimcha pul nimani o'zgartiradi? Keling, oddiy hisob qilamiz. Agar pensionerga oyga 300 ming so'm qo'shimcha chiqsa, bu bir oyda bir nechta asosiy dori degani. Agar 5-7 ming so'mgacha qo'shimcha yordam aniqlansa, bu qon bosimi dori vositalari, qandli diabet uchun kerakli preparatlar, oziq-ovqat, kommunal to'lov yoki parvarish xarajatlarining bir qismini yopishi mumkin. Bir qarashda bu boylik emas, lekin dakun yoshdan oshgan odam uchun har oy barqaror tushadigan qo'shimcha mablag' katta tayanch bo'ladi. Yana bir muhim maslahat. Qo'shnining holatini o'zingizniki bilan tenglashtirmang. Qo'shningiz 5-7 ming so'm olgani, siz ham aynan shuncha olasiz degani emas. Sizning pensiyangiz 2 ming olishi mumkin. Umuman olmasligi mumkin yoki boshqa to'lov bilan birga undan ko'proq umumiy yordamga ega bo'lish ham mumkin. Bu yerda asosiy maqsad mish-mish bilan yashash emas, rasmiy tekshiruv qilish. Shuningdek, to'lov nomlariga e'tibor bering. Ba'zi odamlar hammasini pensiya qo'shimchasi deb ataydi. Lekin hujjatda u ustama, nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam, parvarish puli yoki boshqa nom bilan yurishi mumkin. Nom to'g'ri aniqlansa, huquq ham to'g'ri himoya qilinadi. Demak, ko'lbin yoshdan oshgan pensionerlar masalasida eng asosiy xulosa shuki, bu yoshdagi fuqarolarda qo'shimcha to'lov, ustama yoki ijtimoiy yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda miqdor 7-7 ming so'mgacha yetishi mumkin. Lekin hamma uchun avtomatik va bir xil deb o'ylash xato. Har bir holat alohida tekshiriladi. Agar oilangizda tekidan yoshdan oshgan ota-onangiz, buyingiz, bobongiz yoki qarindoshingiz bo'lsa, bugunoq ularning hujjatlarini, pensiya tushumlarini va rasmiy hisob-kitobini tekshiring. Pensiya jamg'armasi bo'limiga aniq savol bilan murojaat qiling. Mahalla orqali ijtimoiy holatni bildiring. Javoblarni yozma oling va hech qachon firibgarlarga bank karta ma'lumotlarini bermang. Sizning hududingizda 8 yoshdan oshgan pensionerlarga qo'shimcha to'lov bo'yicha qanday tajriba bo'lgan? Kimdir oldimi? Kimdir rad javobi oldimi? Qancha miqdorda hisoblandi? Izohlarni yozib qoldiring. Chunki boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bitta yuborilgan video bir pensionerning o'z haqqini olishiga sabab bo'lishi mumkin.